rosa qiynalgan mahalda qiynaldim lekin shu qizim endi mayli endi xudoga shukur mana shu nimaga tushgan ekan. Qani joni sog' bo'lsin. Avvalo katta rahmat onamga aytmoqchiman, chunki qishki kunida bolalarimga qarab turib, yetib kelib 2 oydayoq men real loyihalar bilan ishlashni boshladim, daromadga chiqishni boshladim. Bolamiz chetga ishlarga kirsin, ishlasin. Albatta, xudo xolasa. Yo'llarga tushib olsin, ilohim. Navbatdagi bitiruvchilarimizdan bittasi Oyna opamiz eng yosh katta o'quvchilarimizdan bo'lishiga qaramasdan eng qat'iyatli, harakatchi o'quvchilardan bittasi. Ularning ham fikrlari qanaqa, o'qishdan bir ko'ngil to'ldimi, yo'qmi, yetarli ma'lumot oldimi, SMM bo'yicha, target bo'yicha, marketing bo'yicha qanaqa ma'lumotlar oldi va ish topdimi, yo'qmi, shular bo'yicha o'zini fikrlarini so'rab ko'ramiz. Oyna opa. Assalomu alaykum hammaga. Men shu 4 oy oldin Najot ta'limga kelganimda SMM haqida ma'lumotga ega bosdim, to'g'risi. Yarim yo'lda tashlab ketishga ham necha marta qaror qildim, lekin 2 oydayoq men real loyihalar bilan ishlashni boshladim, daromadga chiqishni boshladim. Rahmat, Najot ta'lim zo'r. Hamma taraflama metodika bo'yicha, bilim berish bo'yicha, ustozni ham bilimlariga gap yo'q. Rahmat. Avvalo, katta rahmat onamga aytmoqchiman, chunki qishki kunida bolalarimga qarab turib, yetib kelib, dars vaqtlarida onam bolalarimga qarab turdilar. Menga doim motivatsiya berib turdilar. Rahmat. Bu yutuqlar sizniki. Assalomu alaykum bolalarim, tan jonlaring sog' bo'lsin. Men shu nimaga o'qishga kirgizib qizimni shunchalik ilmga egador bo'lishiga Allohim avvalo ustozlar, avvalo Xudo qolaysa sizlar ustozlar, shularni nimalarni olib, rosa qiynalgan mahalda qiynaldim, lekin omani qani jonlaring sog' bo'lsin hammalaring. Shu yo'llarga solib, to'g'ri yo'llarga soldilaring. Umrlaring uzun, rizqlaring ulug' bo'lib, martabalaring ulug' bo'lib, nima yaxshi niyatlaring bo'lsa yetkazib, bundan-da yuksalib, bundan-da rivojlanib ketinglar. Ilohim tani jonlaring sog' bo'lib, oliylari oldirmanglar. Turpoq olsalaring oltin bo'lsin, kul olsalaring kumush bo'lsin, oltin boshlaring omon bo'lsin. Qaddi va qadrlaring baland bo'lsin, ilmlaring ziyoda bo'lsin. Kelajakda bundan ham-da yuksalib, bola chaqalaring rohatini ko'rib, yana ko'p insonlarni shunaqa qilib baxt yo'liga olib chiqinglar. Allohu akbar. Darslaringizlarga kirib sog' salomat bir duo qo'yamiz va yurishni nasib etsin. Yo'lning bo'liga yurishni nasib qilsin ilohim. Hammamiz ko'raylik. Yana kelaylik. Bolamiz ishlarga kirsin, ishlasin. Albatta, xudo xolasa. Yo'llarga tushib olsin ilohim. Shu qizim endi mayli endi xudoga shukur mana shu nimaga tushgan ekan. Qani joni sog' bo'lsin. Yo'llarini topib yursin. Ko'zlaridan yosh oqmasin. Ko'zlaridan yosh oqmasin. Xursandchilik yoshi bo'lsin-ku. Bunaqa qayg'u yoshi oqmasin. Ilohim hojilarga olib borib billalashib hojilarga. Albatta, xudo xolasa kelasi birgalikda borish nasib qilsin. Ilohim birgalikda boramiz. Xudo xolasa hammamiz boraylik. Niyatimizga yetaylik. Hammamiz pok niyat qilaylik, niyatimizga yetaylik. Alloh akbar, rahmat, kattakon.